Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga Abdulloh ibn Zayd roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, tushimda bir odam kelib menga azonni o'rgatdi" dedi. Bilasizlar, mashhur qissa, masjid bitganidan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Masjid-i Nabaviyasini qurib bo'lishganidan keyin odamlarni masjidga qanday chaqiramiz degan masala o'rtaga tashlandi. Biri o't o'qiylik dedi, biri qo'ng'iroq chalaylik dedi. Xullas, qo'ng'iroq olib kelinglar dedi Payg'ambarimiz. Namoz vaqti bo'lganda qo'ng'iroq chalib chaqiramiz. Shunda sahobalardan Abdulloh ibn Zayd Ansoriy roziyallohu anhu tushida bir odam keldi, azonni o'rgatdi. Rasulullohga kelib mana shu tushni aytib berganida, "Bu yaxshi narsani ko'ribsiz. Siz o'rgangan narsani Bilolga o'rgating. Huwa anda minka sautan." Chunki Bilolning ovozi sizkidan balandroq, sizkidan yoqimliroq dedi. Demak, yoqimlik ovozga, yoqimlik insonning qulog'iga yoqadigan ovozni shariatimiz man qilmaydi. Go'zal narsaga shariatimizda to'sqinlik yo'q. Agar borinki ana shu g'inosini, musiqasini ham ma'nosi Allohni ulug'lash bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni madh qilish bo'ladigan bo'lsa, pokiza narsaga taqlid qilinsa, bu muboh. Ammo hammasi emas. Hammasi emas. Ammo bu kuy musiqada fahsh kuylansa, avrat deb sanaladigan holatda ayollarning ovozi kuylansa, ayollarni go'zalliklari kuylansa, Allohdan uzoqlashtiradigan bo'lsa, bu musiqani biz halol deya olmaymiz. Vallohi yer yuzidagi hamma qo'shiqchilar yig'ilib, eng zo'r shu bastakorlar yig'ilib, eng zo'r deb bir kuyni bastalashsin, bir qo'shiqni bir yozilsin va ijro qilsin. Eng zo'r hofiz aytsin yana buni. Eng zo'r aranjirovkasi bilan, eng zo'r klip oladiganlar olsin. Bu musiqadan olinadigan huzur bilan Qur'on tilovatida, Qur'on eshitgan paytda topiladigan huzurni taqqoslab bo'lmaydi, birodarlar. Musulmon odamga Qur'on o'zi kifoya qiladi. Bilasizmi? Har yil yangi qorilar chiqadi. Eshsiz avvalgisidan shiringa o'xshaveradi. Har bittasini o'zini bir hidi bor, rangi bor, ta'mi bor. Musulmon odamga Qur'onni o'zi kifoya qiladi. Bandalarda kuylayotgan musiqasida nima bor, birodarlar? Odamni madhi, odamni ulug'lash bor. Ayolmidi yoki otasimidi, onasimidi? Ammo birodarlar, musulmon odam Qur'on tilovat qilayotganda kim ulug'laydi? Robbisini ulug'laydi. Musulmon odamning Qur'on tilovat qilishligi ibodat. Qur'on tilovat qilganda insonning qulog'i huzurlanadi, jasadi huzurlanadi, qalbi huzurlanadi. Birodarlar, shifo degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'onni. Xo'p, musiqani hammasi halol emas ekan, hammasi harom emas ekan. Bir odam namozga yiqilgan, haromdan uzoq bo'ldi, namozini o'qib yuradi, ibodatga kirishdi, qarasa musiqani bu eshitayotgan turlari, bu o'zi eshitayotgan musiqani ko'pchiligi harom ekan. Avvalida uni tark qilishligi qiyin bo'ladi. Bekitib eshitib yuradi burchak-burchaklarda. Telefonni burchak-burchaklarga qo'yib qo'yadi, biroq ko'rib qolmasin deb. Avvaliga eshitib yuradi, keyin vaqt o'tadida o'zi xohlamay qoladi eshitishni. Nima sabab bo'ldi? Nima o'zgardi? O'zgargan narsa uni iymoni yuksaldi. Iymoni yuksaldi. Bu narsa o'z-o'zidan uni qalbiga yoqmay qoldi. Birodarlar, odamlar bo'ladi. Bir gunohni qilmaydi. O'zi xohlaydi. Nafsi xohlaydi, lekin qilmaydi. Yana bir odam bo'ladi, gunohni qilmaydi, yomon ko'rib turib qilmaydi. Tushunarlimi? Hali ham shunga o'xshagan shariatimizda man qilingan musiqaga tortyaptimi ko'nglingiz? Hali iymon yetarli darajada yuksalmabdi. Buni tezroq yo'q qilishlik payiga tushishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sunan-i Termiziyda keltirilgan bu hadis Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhudan. Rasululloh aytadilar: "Man istama'a ila sawti ghina'in lam yu'zan lahu an yastami'a ila sawti ruhoniyyin fil jannati." Imom Termiziyda. Kim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? G'inoga quloq tutsa, ya'ni musiqaga quloq tutsa, unga jannatdagi ruhoniylarning ovoziga quloq tutishlikka izn berilmaydi. Ruhoniylar kim?
jannatdagi eng chiroyli ovoz egalari. Qarang, Alloh taolo dunyoda erkak kishiga ipak kiyma dedi, musulmon erkakka. Dunyoda ipak kiygan erkak oxiratda kiymaydi. Dunyoda sharob ichgan erkak oxiratdagi sharobdan man qilingan bo'ladi, mahrum bo'ladi.